Endi yurishni boshlayotgan bolalarga qanday oyoq kiyim kiydirish kerak? Tagi yumshoq yoki qattiq? Endi yuradigan bolalarda yurish vaqti 9 oy bilan 14 oy o'rtasida belgilanadi normada. Undan oldin yursa ham yaxshi emas. Undan kech yursa ham yaxshi emas. Endi shu 9 oy bilan 14 oyning o'rtasida bo'ladigan bolalarda poyabzal kiyishlari keyin paytda juda rezon katta bo'lib ketib qoldi. Keyin bo'lsa bolamda oyog'i yassi, bolamda oyog'isi deb kelishlar ko'p bo'lyapti. Bu davrda bolalarni biz xohlasak, xohlamasak oyog'imiz yassi bo'ladi. Tagida. Alloh taolo tomonidan o'sha oyog'imiz tagiga yog'dan yostiqcha qo'yib qo'yibdi. O'sha yostiqchani deb bossa, oyog'i xuddi haligi dorda yurgan dorvoza oyog'iga o'xshamasdan chiroyli bosib, ko'p joyda bosib, qoqilmasdan, yiqilmasdan yuradigan bo'ladi. O'shaning uchun bizni kuzatuvchi ota-onalar farzandlaringni 2 yoshgacha imkon darajasida ko'proq yalang'oyoq, qumliq joylarda, notekis joylarda uyda yurishga o'rgatinglar. Birinchidan, ikkinchidan qanday poyabzal kiyish kerak? Poyabzalni zarur bo'lganda, masalan, ko'chaga chiqqanda oyog'i loy bo'lmasin deb, loy bo'lsa, yomg'ir bo'lsa, mana shunaqa holatlarda kiydirsa bo'ladi, tagi qattiqroq bo'lgani ma'qulroq. Tovonini ushlab turadigan orqaligi bo'lish kerak. Orqaligi bo'lish kerak. Ko'plar mana hozir ko'ryapmiz, orqasidan bir qayish qilib qo'ygan, tovonni ushlamaydi. Bolalar o'nqir-cho'nqir joyda yurganda oyoqlari tomonga, bu tomonga tovon tushgandan keyin butun gavda o'sha tomonga ag'darilib, ko'p bolalarda yiqilish, tizzalarini shilvalish holatlarini kuzatyapmiz. O'shaning uchun 2 yoshdan keyin imkon darajasida poyabzal ma'qulroq kiyintiradigan, tagi qattiq bo'lsa ma'qulroq bo'ladi. Ungacha ham kiydiravasiz, lekin tagini qattiqroq kiydiring. Aytganimdek, tovonni ushlab turadigan orqali bo'lsin.